Bismillahirrahmanirrahim. 29-betda qolgan ekanmiz. Va annaha sata'ti marratan ukhra fatadhakkari hadhihi an-nasiha. Albatta u boshqa marotaba qaytib keladi va mana shu nasihatni eslagin, tazakkari va la taftahi laha abadan. Unga hech ham ochmagin. La tansay hadhihi an-nasihata ba'da bugundan so'ng bu nasihatni unutmagin. Va hinama raja'at al-malikatu ila al-qasr endi qirolicha qasrga qaytganda sa'alatil mir'ata, mana shu oynadan, ko'zgudan so'radiki, mir'ati as-saghira man ajmalu sayyidatin fil alam, dunyodagi eng chiroyli qiz kim? Fa ajabatil mir'at, ya'ni mana shu ko'zgu javob beribdiki, sayyidati al-malika anti ajmalu man huna, sen bu yerdagi kimsani eng chiroylisisan, biroq Sinuhvayt التي تعيش بين الجبال مع الأقزام السبعة أجمل فتاة في العالم كله. ya'ni tog'lar orasida yetti gunom bilan birgalikda yashaydigan Sinuhvayt dunyodagi qizlarni eng chiroylisidir. Fazdada g'adabul malika, qirolichaning g'azabi ziyodalashdi. Va qolat ma hadal kalam, bu gaping nimasi? Ala tazalu hayyatan, hali ham tirikmi? Laqad khanaqtuha biyadi, qo'llarim bilan uni bo'g'dimku. Fa kayfa takunu hayyatan hatta al'an, hozirgacha qanday tirik bo'lsin? La budda min al-bahthi anha, uni qidirish kerak. Sa'adhabu ilayha saniyatan, ikkinchi marotaba uni oldiga boraman. Va sa'aqtuluha qitlatan la ba'daha, la hayata ba'daha, uni o'ldiraman, shu darajada o'ldiramanki undan keyin hayot bo'lmaydi. Va kana fi hadiqatil qasr bog'ida shajarun min ashjarit tuffah, olma daraxtlaridan bir daraxti bor edi. Fa qata'atil malikatu tuffahan min ihdal ashjar, qirolicha daraxtlarni biridan bir olmani kesdi. Thumma akhazat sikkina, va pichoqni oldi. Va qata'at tuffahatan minhu, undan ham bir dona olmani uzdi. Qit'atayn mutasawiyatayn, ikki teng qismga bo'libdi. Thumma atat bimaddatin samma, zaharli bir moddani olib kelibdi. Taqtulu man yatanawaluha, tanovul qiladigan kimsasini o'ldiradigan. Va wada'atha fi ihdal qit'atayn, ana shu ikkita bo'lakni biriga uni qo'yibdi. ولم تضع سما في القطعة الأخرى من التفاحة, olmadan ikkinchi bo'lagiga zaharni qo'ymabdi. ثم وضعت علامة تعرف بها الجزء المسؤوم ثم ضمت القطعتين معا, va zaharlangan qismiga alomatni qo'yibdiki, u alomat bilan bilib oladigan, ya'ni to'g'rirog'i bir alomatni qo'ydi, u ana shu alomat bilan zaharlangan qismini biladigan. So'ngra ikkala qismni birgalikda ulab qo'yibdi bir-biriga. Bo'lganlik uchunki olmani. Thumma labisatil malikatu malabisa ukhra, so'ngra qirolicha boshqa kiyimlarni kiydi. Va g'ayyarat lawnaha, rangini ham o'zgartirdi. Hatta sarat misla sayyidatin faqira, faqir, ya'ni sag'iratis sin, yoshi kichkina lekin faqir bir ayoldek bo'lib qopti. Va da'atit tuffaha fi sallah, olmani ham bir savatiga solib qo'yibdi. Va dahabat ila manzil al-aqzam marratan ukhra, boshqa marotaba gnomlarning uyiga boribdi. Litasummal amiratal miskinata, bechora amirani zaharlashlik uchun. Va hunaka wajadat Sinuhvayt, va u yerda Sinuhvaytni ko'ribdiki, derazadan qarab turganligini. Faqalat lahal malikatu, qirolicha unga debdiki, sabahul khayr, xayrli tong, ayyatuha sayyidatul jamila, ey chiroyli qiz. Inna ma'i tuffahan shahiyan fa hal tuhibbina shira'a shay'in minhu, menda bir olma borki ishtaha ochar, undan bir narsani sotib olishni xohlaysanmi, istaysanmi? Faqalatil amira debdiki, la ya sayyidati, ey sayyidim, yo'q, shukron lak, senga rahmat. Qalatil malikatu, qirolicha debdiki, innahu tuffahun lazizun la masila lah, u juda ham shirinki unga misli yo'q, uning misli yo'q bo'lgan. Va amira debdiki, qad yakunu tuffahan jamilan, chiroyli olma bo'lishi mumkin.
biroq laysa indi nuqudun ashtari biha shay'an minhu, undan sotib oladigan pullarim yo'q. Menda laysa indi nuqud ashtari biha shay'an minhu. Hop, faqala al-malikatu, qalat al-malik, qirolicha debdiki, innaki fatatun latifa, sen yaxshi qiz ekansan, lihada, shuning uchun u'tiki nisfa tuffahatin bighayri thaman, men senga hech qanaqangi bir pulsiz, narxsiz olmani yarmini senga beraman. Qad qata'tu at-tuffahata nisfayn, olmani ikkiga bo'ldim. Fa khudhi an-nisfa al-ahmar, qizil qismini olgin. Va ana akhudhu an-nisfa al-asfar, men esa sariq qismini olaman debdi. Amira debdiki, shukran kasiran, ko'p rahmat ya sayyidati. Thumma fatahat bab al-kuh, so'ngra nima kulbani eshigini ochibdi. Va akhadhat nisfal tuffah, olmani yarmini olibdi. Va akalat, va uni yebdi. Va waqa'at ala al-ard, va yerga yiqilibdi. Va ughmi alayha, hushidan ketibdi. Va lam tash'ur bi shay'in mimma hawlaha, atrofidagi narsalardan biron narsani sezmabdi. Thumma kharajatil malikatu tajri, qirolicha yugurib ketibdi. Hatta la yaraha ahad, biror kimsa uni ko'rmasligi uchun. Va hinama raja'a ala aqzam sab'a, 7 kun qaytganda, fil masa tunda, vajadul amirati, amirani topdilarki, nima mulqatan ala al-ard, yerga yiqilganligini, mislal mayyit, o'lganga o'xshab. Fa hawala an yunqidhuha, uni qutqarishga urindilar. Falam yaqdiru, qodir bo'lmadilar. Vastamarrat matruhatan ala al-ard, yerga yiqilgan o'sha yiqilganligida davom etibdi, ya'ni la tataharrak, ya'ni qimirlamasdan turardi, va la tuhis, hech narsani sezmasdi ham. Fajalasu hawlaha yabkun, atrofida yig'lab o'tirdilar. Va la yadruna madha yaf'alun, nima qilishni ham bilmasdilar. Va la ya'rifuna ma hadatha laha, unga sodir bo'lgan narsani ham bilmasdilar. Faqala al-qazam al-akbar, katta gunom debdiki, inni mutaakkidun anna al-malakata ash-sharrira hiya allati qatalatha va sayantaqimu Allohu minha. Katta gunom aytibdiki, albatta yomon qirolicha uni o'ldirgan, Alloh undan o'ch oladi. Inni akrahuha kullal karah, men uni juda yomon ko'raman. Va a'taqidu anna Alloha lan yatrukaha, o'ylaymanki Alloh taolo uni shundoq qo'yib qo'ymaydi. Va sayajziha sharra jaza, uni yomon jazolaydi. Ala hadhihi al-jarimati allati irtakabatha, mana shu jarimani qilganligiga binoan. Va qala ath-thani, ikkinchisi debdiki, miskinatun ayyatuha al-amira, ey amira bechora, yajib an nadfinaha fil ardi al-muzlima, biz uni qorong'u bu yerda ko'mishligimiz kerak. Uchinchisi debdiki, yo'q, inna mislaha la tuda'a fil ardi al-muzlima, qorong'u bir yerga u qo'yilmaydi, unga o'xshashi mislaha debdi. To'rtinchisi aytibdiki, qala ar-rabi', yajib an nasna'a laha sunduqan zujajiyan wa nada'aha fihi hatta nastati' an naraha da'iman, biz uni bir shisha sandiqqa qo'yishimiz kerak. Biz uni ichiga qo'yamiz, hattoki doimo uni ko'ra olishimiz uchun. Va beshinchisi aytibdiki, yajib an nasna'a laha sunduqan zujajiyan matinan, juda metin, ya'ni mustahkam bir shishani, idishni unga qo'yishimiz kerak. Uni ichiga qo'yib, sandig'ini qo'yamizki o'rmonga, hattoki biz har kuni uni ko'ra olishimiz uchun, ishimizga ketayotganimizda. Oltinchisi aytibdiki, yajib alla natrukaha wahdaha fil ghab, o'rmonda yolg'iz o'zini qoldirmasligimiz kerak. Va an yamkutha ahaduna bil qurbi minha, doimo uni yaqinda birimiz turish kerak, qolish kerak. Va yettinchisi aytibdiki, sayahrusuha kullun minna yawman fil usbu', haftada bir kun bizlardan har birimiz himoya qilsin. Va ajlisu ana bil qurbi minha fil yawm al-awwal, birinchi kun men uni yonida o'tiraman. Hazin al-aqzam huznan shadidan ala sinuhwayt va sharakatuhum at-tuyur al-huzn min ajliha, gunomlar juda qattiq mahzun bo'ldilar Sinuhvaytga, va ularga qushlar ham u uchun mahzunlikda sherik bo'ldilar. Va qamal aqzam bi sun'il as-sunduq az-zujaji, va gunomlar shisha sandiqni yasashni bajardilar. Va da'ul amirata fihi, amirani unga ichiga soldilar, qo'ydilar. Summa hamaluha ila al-ghaba, so'ngra ular uni o'rmonga ko'tarib bordilar. Va hum fi shiddatil huzn, holbuki ular
juda qattiq mahzunlikda edilar. Thumma wada'a as-sunduqa fawqa hashishin akhdar. So'ngra ular sandig'ini qo'ydilarki, ko'k, yashil pichanning ustiga. Tahta shajara, bir daraxtning ostiga. Min akbari ashjaril g'abati, o'rmon daraxtlarining kattalaridan. Va makasal qazamu sabi' bi janibiha yahrusuha. 7-gnom esa uning oldida uni himoya qilib qolibdi. Va lam yufariqha jamaluha. Uni chiroyi uni tark etmabdi. Holbuki nima sandiqda shisha idishdaligida ham. Fama zalat amiratan hasna'a bayda'a kal-thalj, ya'ni qordek oppoq bo'lishda davom etibdi. Ya'ni hali ham shunday ekan. Ma zalat degani hali hamda. Va hinama wasalat al-malikatu ila al-qasr, qirolicha qasrga yetib borganda, xala'at malabisaha al-musta'ara, o'zini qarzga olgan kiyimlarini, vaqtinchalik kiyimlarini yechdi. Va labisat malabisaha at-tayyiba tabi'iyyata, tabiiy kiyimlarini kiyib olibdi. Va zahara alayha al-farah va surur, xursandchilik va shodlik unda ustida ko'rinardi. Thumma zahabat ila al-mir'at, ko'zguning oldiga boribdi va undan so'rabdiki, man ajmalu sayyidatin fil alam, fil bilad, dunyodagi shaharlardagi kimsani eng chiroylisi kim debdi. Fa ajabat al-mir'at, ya'ni ko'zgu ham javob berdiki, anti ajmalu sayyidatin fil biladi jami'iha, sen shaharlarda eng chiroylisisan. Fa ahassat al-malikatu bil fakhr wal farah, qirolicha faxrni, xursandchilikni his qildi. Hinama sami'at min al-mir'ati ma sami'at, ya'ni ko'zgudan eshitganda. Va qalat fi nafsiha, ichida aytibdiki, laqad takhallastu min al-amirati al-bayda va ana al-an ajmalu sayyidatin fil bilad. Men oppog'oydan deydimi, shunaqa deydi. Oppog'oydan qutuldim. Hozir esa shahardagi eng chiroyligi menman dedi. Sinuhvayt shisha sandiqda 5 yil qolibdi daraxt ostida. Ana shu yashil o'tlarda. Vastamarra al-aqzamu as-sab'a, 7 gnomlar esa davom etibdilarki, yatabadaluna hirasataha yawmiyan, har kuni uni himoya qilishda o'zaro alishib. Vastamarra jamaluha fa'iqan kama kanat min qabl, avval bo'lganidek uni chiroyi juda ham fa'iqan, juda ham baland edi. Chiroyi juda chiroyli edi, tamam. Va ba'da mudhi 5 sanat, 5 yil o'tgandan keyin zahara kibaru sinni 'ala al-malikati va 'ala al-aqzam, qirolichada va gnomlarda ham qarilik alomatlari ko'rindi. Lekin amiroga kelsak, unda umuman o'zgarish zohir bo'lmadi. Ayyu tag'yir fahiya fi as-sunduq az-zujaji, holbuki emas, o'zi u bas u nima shisha idishdadir. Ajmalu sayyidatin, eng chiroyli sayyida, kama kanat min qabl, avvalgidek. Va bir kuni fakkara ahadul umara'i fi qutrin min al-aqtar al-qariba, yaqin mamlakatlardan bir mamlakatda amirlarni biri o'yladiki, an yaquma bi rihlatin ila al-ghab, o'rmonga safar qilishdi. Va safara wahdahu, bir o'zi safar qildi. Va kana hada al-amir shabban kulluhu nashata va shaja'atun va muru'atun va lam yakun mutazawwija. Ya'ni mana shu amir barchasi faol va shijoat va muru'at bo'lgan yosh yigit edi, uylanmagan edi. Lam yakun mutazawwija. Va fi asna'i mururihi bil ghaba, o'rmondan o'tish asnosida ra'a sunduqan zujajiyan tahta shajaratin kabiratin wa qad jalasa bi janibi as-sunduq rajulun qasirul qama. Shisha idishni ko'rdi, shisha sandig'ini ko'rdi, katta daraxtning ostida. Holbuki sandiqning oldida bir bo'yi kichkina pakana bir kishi o'tirar edi. Fa nazala al-amir min fawqi hisani, amir ham, shahzoda ham o'zini otidan tushdi. Va sallama ala haris as-sunduq, ya'ni sandig'i qo'riqchisiga salom berdi. Va nadara fi dakhili, uni ichidagi narsaga nazar tashladi. Qarasaki,
chiroyda unga tengi yo'q bo'lgan qiz bor ekan. Qizni ko'rdi. Uxlab yotganligini sandiqda. Fasa'ala al-amir al-qazm anha. Ana shu gunomdan amir so'radi u haqida va u yerga shisha idishi qo'yilganligi sababi haqida ham. Va fi tilka ana shu lahzada hadara al-aqzam, ya'ni gunomlar keldi, qolganlari ham va sallamu alay, ular amirga, ya'ni shahzodaga salom berdi va akhbaruhu, unga xabar berdilarki, ular unga xabar berdiki, bi hikoyatiha, uni hikoyasi haqida avvalidan toinki sandiqqa qo'yilgunga qadar, ila an wudi'at fil sunduq va akhbaruhu bima hawalathu al-malikatu liqatliha. Qirolicha uni o'ldirishga uringan narsa haqida ham ularga xabar berdi. Unga xabar berdi. فاستأذن الأمير الأقزام السبعة وفي أن يسمحوا له بأخذ الصندوق الزجاجي ووضعه في بهو كبير بقصر أبيه. O'sha 7 gunomdan so'rabdiki, izn so'rabdi unga ruxsat berishlikni, mana shu shisha sandig'ini olishga va uni otasini qasriga qo'yishlikka. Falam yasmahu fi awwal al-amr. Avvalida unga ruxsat bermabdilar. Va aradu fi naqliha, uni o'zgartirishlikda bosh tortibdilar. Va qala lahum al-amir, shahzoda unga debdiki, inni hazinun lima hadatha laha, men unga sodir bo'lgan narsaga mahzunman. Va ash'ur bi anni sa'amut idza lam tasmahu li binaqliha ila al-qasr. Qasrga olib borishlikda agarda ruxsat bermasalaringiz men o'ladigandekman. Ana shu paytda ularning kattasi dediki, albatta biz seni mana shu his-tuyg'ungni taqdirlaymiz, ya'ni hisoblayapmiz. Va yumkinuka ya sayyidi an tanqulaha, mayli uni olib ketaqa. Fa fariha al-amir farahan shadidan. Juda qattiq xursand bo'libdi amir va ulardan so'rabdiki, sandiqni qasrga qanday olib borayin? Va katta gunom javob beribdiki, sen ehtiyoj sezasanki bir ulovga, u ulovni 4 ta ot sudrab beradigan. Biz sandiqni o'sha ulovga qo'yib beramiz. Amir mana shu fikrga muvofiq, ya'ni kelishibdi va amara al-aqzama biz-zahabi li ihdari markaba, ya'ni gunomlarga buyuribdiki, ulovni olib kelishlik uchun ketishga. Hop, va makasa huwa bi janibil amira, va u o'zi amirani oldida qopdi, li yahrusaha hatta yarji'u, ular qaytgunga qadar himoya qilish uchun. Birozdan so'ng gunomlar qaytibdi va ular bilan birgalikda holbuki ulov bor edi. Thumma wada'u aydiyahum tahta as-sunduqi zujaji, ular barchaligisi qo'llarini shisha idishni ostiga qo'ydilar ko'tarishlari uchun, li yarfa'uhu va yada'uhu fawqa al-markaba, ulovni ustiga qo'yishlari ham uchun. Va fi asna'i raf'i as-sunduq, ya'ni sandiqni ko'tarish asnosida saqata nisfu at-tuffaha allazi wudi'a fihi as-sum, ya'ni zahar solingan olmani ikkinchi qismi ag'darilibdi. Min famil amirati Sinuhvaytni og'zidan. Fajarad dam, va qon ham oqibdi uni jismidan. Va bada'at tanaffusan tabiiyan, tabiiy tanaffus, ya'ni nafas ola boshlabdi. Va fatahat aynayha, ko'zlarini ham ochibdi. Va raja'at ila halatiha at-tabiiyya va zala ta'thir maf'ul as-sum. Maf'ul as-sum ya'ni ma'na ta'thir as-sum, ya'ni maf'ul as-sum. Ya'ni ko'zlarini ochibdi va o'zini avvaliga holatiga qaytibdi va zaharning ta'siri ham ketibdi. Fariha al-aqzam wal amir farahan aziman wa sahu. Gunomlar xursand bo'libdi, amir ham juda qattiq va qichqiribdilarki, va farhata inna amiratana la tazalu hayya, hali ham tirik ekan. Iftahu as-sunduq, sandiqni ochinglar. Va bi sur'atin fatahu as-sunduq, tezda sandiqni ochibdilar. Va jalasat Sinuhvayt o'tirdi va ahadat so'ray boshladi. Menga nima bo'ldi? Maza hadasali. Hal kuntu na'ima fil g'ab, o'rmonda uxlab yotganmidim.
ولماذا أجد نفسي في هذا الصندوق الزجاجي؟ nima uchun men mana shu shisha idishda o'zimni topayapman? ومن هذا الشاب? bu yigit ham kim? Va gnomlarni kattasi javob beribdiki, ayyatuhal amiratul aziza laqad nimti huna 5 sana, 5 yil uxlabsiz bu yerda. Va zahara alayna al-kibar, qarilik ham bizlarda ko'rindi. Amma anti fala tazalina shabatan jamila, siz hali ham chiroylisiz. Kama kunti, avvalgidek. Va kunna nadhunnu annaki qad mutti, biz sizni o'lgan deb o'ylagandik. Walakinnallohal qodir ala kulli shay, lekin Alloh barcha narsaga qodir. Alloh taolo qad hafizaki min kulli shar, har bir yomonlikdan sizni saqlabdi. Va hafaza ala hayatiki, va sizni hayotingizni ham. Va a'adaki kama kunti, avvalgidek sizni qaytaribdi. Va innana nahmadulloha kullal hamd, biz Allohga hamd aytamiz. Va nashkuru lahu kullash shukr, rahmat aytamiz, shukr qilamiz. Faqad an'ama alayki bi hadhihi al-haya, mana shu hayotni sizga inom qildi. Va innana jami'an masruruna kullash surur, biz juda xursandmiz. Farihuna kullal farah, juda mamnunmiz. Va amir debdiki, ayyatuhal amiratul aziza Sinhuvayt, ey Sinhuvayt, laqad sami'tu qissataki min awwaliha ila yawmina hada, sizni qissangizni avvalidan bugungi kunimizgacha eshitdim. Va ta'allamtu li kulli ma hadatha laki, sizda sodir bo'lgan narsaning barchasiga og'riqlandim. Va satarayna anna Alloh sayantaqimu min al-malikati ash-sharira va qad wada'a Allohu fi qalbi al-hubba laki. Alloh mana shu yomon qirolichadan qanday to'g'rirog'i o'ch olishini ko'rasiz. Alloh meni qalbimga sizga bo'lgan muhabbatni soldi. Mundu sami'tu tarixi hayotingizni tarixini eshitganimdan beri. Va qad izdada i'jabi biki, sizdan ajablanishim juda ziyodalashdi. Hinama manallohu alayki bil haya, Alloh taolo sizga hayotni bergandi. Fata'alay ma'i ila biladi abi, otamni shaharlariga yuring men bilan. Va satajidina hunaka kulla ikrom, u yerda ikromni barchasini topasiz. Va sayusarru abi kathiran bi ru'yatik, meni otam ham sizni ko'rishdan juda ko'p xursand bo'ladi. Va sayasmahu lana bizawaj, bizlarga uylanishga ruxsat beradi. Va satakunina milkatan fil mustaqbal, kelajakda qirolicha bo'lasiz. Va sayusaiduna va sayusaiduna Alloh bizlarni baxtli qiladi. Va yaktubu lana tawfiqa fi hayatina, hayotimizda tawfiqni ham yozib qo'yadi inshaalloh. Va amira debdiki, inni ahmadulloh va ashkuru lahu tilka ni'am allati an'ama biha alayya. Hop, men Allohga hamd aytaman va Allohga shukr qilamanki, menga inom qilgan mana shu ne'matlarga. Va a'taqidu annani sa'akun mukhlisatan laka tul al-hayot davomida ixlosli bo'laman deb o'ylayman. Va Allohdan so'raymanki, bizlarni muvaffaq qilishini va bizlarni baxtli qilishini va bizlardan og'riqlarni barchasini uzoqlashtirishini. Va rakibatil marakabata ma'al amiri va saral aqzamu amamahuma, ularni oldida gnomlar sayr qilib ulovni minishibdi. Yaquduna al-khayla hatta wasalu ila biladil amir, ular otliqlarni olib bordilar, ya'ni bordilarki hattoki amirni, shahzodani shaharlariga yetib bordilar. Wastaqbalahumul malik bil farahi was surur, qirol xursandchilik va surur bilan ularni kutib oldi. وقد حكى الأمير لأبيه حكاية الأمير سنهويت وأخبره بكل ما حدث لها. qirol amir otasiga qirolicha Sinhuvaytni hikoyasini barchasini aytib berdi va unga xabar berdiki, unda sodir bo'lgan narsaning barchasini. Va uni holiga qirol ham ozgina achinibdi. Va ujiba biha va wafaqa binafsin masrurat, xursand nafs bilan rozi bo'libdi, ajablanib. Ala an yatazawwaja ibnuhu al-amirata Sinhuvayt, uni o'g'li mana shu Sinhuvaytga uylanishlik. Li axlaqiha an-nabila, uni chiroyli axloqlari tufayli va uning chiroyi tufayli. Jamaliha al-fa'iq. Ursilat ad-da'watu ila kathir min al-muluk wal umara, ya'ni da'vat
tarqalibdiki, qirol va shahzodalardan ko'plariga jo'natilibdi taklif. والنبلاء والوزراء وكبار رجال الدولة لحضور حفل زفاف الأميرة والأمير. وأرسلت أيضا دعوة إلى الملكة الشريرة. barchaga jo'natilibdi mana shu taklifnoma, hattoki manba al-malikati shirrira, yomon qirolichaga ham. Holbuki u bilmas ediki, va hiya la ta'lam anna al-amirata al-jamil, chiroyli amir hali ham hayotdan rohatlanib yashayotganligini. Va anna Alloha qad awwadaha khayran. Alloh taolo unga yaxshilik bilan o'rnini to'ldirib qo'ygan edi. Va jazaha ahsanal jaza. Va uni juda chiroyli mukofotlagan edi, sabri tufayli, xuluqini ezguligi tufayli. Va qabla an tusafira al-malikatu al-qasiya, mana shu shafqatsiz qirolicha safar qilishidan oldin, ijabatan lid-da'wati allati tasallamatha, ya'ni o'sha qabul qilib olgan da'vatga javob o'laroq sa'alatil mirat, shu chiroqdan so'rabdiki, ayyatuhal mirat, ey chiroq, man ajmalu sayyidatin fil bayla, shaharda eng chiroyli qiz kim? Va oyna ham javob beribdiki, ko'zgu, bi g'ayri taraddud, ikkilanmasdan, innaki ajmalu man huna, bu yerdagi kimsalardan eng chiroylisiz. Walakin biroq Sinhuvayt u shaharlarni barchasida eng chiroylisidir. Sami'atil malikatu hadhihi al-ijaba, qirolicha mana shu javobni eshitdi. Faghatazat ashaddal ghayz, juda qattiq adovatlandi. Va ghadiba ashaddal ghadab, ya'ni juda qattiq g'azablandi. Va akhadatil mir'ata va ramatha bi kulli quwaha ala al-ard, ko'zguni olib bor kuchi bilan yerga tashlabdi. Va inkasarat, u sinibdi. Va tanatharat ajza'uha fi anha'il hujra, xonani har tomonida uning qismlari sochilib ketibdi. Tanathara. Va tatayara juz'un minha asaba al-malikata ash-sharirata, undan bir juz'i uchib ketibdiki, shu qiz qirolichaga, qalbiga tegibdi. Faqat ala al-ard, va yerga yiqilibdi va o'libdi. Va qudiya alayha, degani o'libdi. Va matat g'ayra ma'suf alayha, ya'ni o'libdi. Va lam yahzan ahadun li mawtiha, uni o'lganligiga biror kimsa mahzun bo'lmabdi. Va barcha aytibdiki, laqad hawalat miraran an taqtula al-amirata al-miskina bi g'ayri dhanbin irtakabathu, ya'ni hech qanaqangi ayb ish qilmasdan bechora, ayb ish qilmagan bechora Sinhuvaytni o'ldirishga ko'p marotaba urindi. Alloh taolo Sinhuvaytni nima qildi? Qutqardi. Va qirolicha o'ldi bisababi sharosatiha, o'zini nima xulqini yomonligi. Va sharosa degani shu qo'pollik emas, sharosa degani shu ochko'zlikda. Va hasadiha li g'ayriha, o'zidan boshqasiga bo'lgan hasadi tufayli o'ldi. Va qad ihtufila bi zawaji al-amir wal amira ihtifalun yaliqu bihima, ikkovlariga munosib bo'ladigan nima bayram qilindi, nishonlandi, tantana qilindi, to'ylarini. To'y, tamam. Va surra al-jami'u bi farahihima, u ikkovlarini xursandchiligiga barcha xursand bo'ldi. Va da'al kullu lahuma bis sa'adati wat tawfiq va 'asha az-zawjani sa'idani muwaffaqayn, barcha u ikkovlariga duo qildi, baxt va tavfiq bilan. Ikkita er-xotin yashadiki, baxtli va muvaffaq qilingan bo'lib yashadi. Tahrusuhuma riayatulloh, Allohni rioyasi u ikkovlarini himoya qilib, va inayatuhu va sharakahuma al-aqzam va farahahuma, ya'ni gunomlar ham ularning xursandchiligiga sherik bo'libdi. Va sururahuma, ularning xursandchiligiga ham. Va shakarat lahum al-amiratu atfahum va shafaqatahum va ista'zanuha fi an yarji'u ila ghabatihim. Va amira, ya'ni Sinhuvayt ularga rahmat aytibdi, mehribonchiligi, achinganligi uchun. Va ulardan izn so'rabdiki, ular undan izn so'rabdiki, qaytishlarini o'zlarini o'rmonlariga. U
Sino White ularga, gnomlarga izn beribdi. Ba'da an wa'aduha biziyarati, ziyorat qilishni va'da qilgandan keyin. Min vaqtin li akhar, vaqti bilan. Va kathiran ma hadaru li ziyarati Sino White allati ahabbathum. Ya'ni yaxshi ko'rgan Sino White'ni ziyorat qilishlikka ko'pincha kelib turardilar. Kathiran ma hadaru wa qaddarat ma'rufahum wa lam tansa ma qamu bihi nahwaha min jamil. Ya'ni ularni yaxshiligini taqdirlar edi va unutmas ediki, ular uning oldida yaxshilikdan qilgan narsani